Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Dasturlarimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taklifiga asosan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi joriy yilning 5-9 aprel kunlari O'zbekistonda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ma'lumki, 190 ga yaqin mamlakat parlamentini birlashtirib kelayotgan Parlamentlararo ittifoq assambleyasi yiliga 2 marotaba o'tkaziladi. Mazkur tadbir faqatgina parlamentarizm va barqaror rivojlanishning ijobiy tajribasi yuqori bo'lgan mamlakatlardagina o'tkaziladi. Ayni paytda mamlakatimizda ushbu nufuzli anjumanga tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Ko'rsatuvimiz mavzusi shu haqda. Studiyamizga Oliy Majlis Senati a'zosi Malika Qodirxonova va Senat huzuridagi Yoshlar parlamenti raisi o'rinbosari Ibrohimjon Jo'raboyevlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Dastlabki savolim shundan iborat: parlamentlararo ittifoq haqida ma'lumot berib o'tsangiz va bu qanday xalqaro tuzilma, vazifalari nimalardan iborat bo'ladi? Malika opa, marhamat. Haqiqatan ham hozir mana o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, bugun butun dunyo hamjamiyati, dunyo parlamentlari e'tibori O'zbekiston Toshkentga qaratilgan va jahon parlamentarizmini markaziga aylandi Toshkent desam bu mubolag'a bo'lmaydi, chunki ijtimoiy tarmoqlarda ketayotgan anonslardan ham biz ko'ryapmiz. 5-9 fevral kunlari Parlamentlararo ittifoqni yubiley 150-assambleyasi aynan bizni O'zbekiston Toshkentda bo'lib o'tadi va bu parlamentlararo ittifoqni 136 yillik tarixida birinchi marotaba Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birida bo'lib o'tyapti va hozirgi bergan savolingizga aynan parlamentlararo ittifoq 1889 yilda tashkil etilgan bo'lib, u parlamentlararo muloqotni eng yirik platformasi hisoblanadi va bugungi kunda 185 ga yaqin mamlakat parlamentlarini birlashtiradi. Va tashkilotni hududiy parlament birlashmalari orasida 13 nafar a'zosi ham bor va 1971-yildan boshlab tashkilotni asosiy qarorgohi Jeneva shahrida joylashgan va parlamentlararo ittifoq kotibiyati ishiga bosh kotib rahbarlik qiladi. 2014-yildan buyon bu lavozimni Martin Chungong egallab kelmoqda va u bizni mamlakatimizga aynan 2017-yildan keyin bir necha marotaba tashrif buyurgan va O'zbekiston haqida juda iliq fikrlarni ham bildirgan va ustavga ko'ra parlamentlararo ittifoq faoliyatida bir necha yo'nalishlarga qaratilgan va eng asosiysi xalqlar, mamlakatlar o'rtasida tinchlik va ular o'rtasidagi hamkorlikka ko'maklashish, hokimiyat, vakillik organlarini mustahkamlashga qaratilgan bir qancha vazifalardan iborat. Barcha mamlakatlar parlamentlari va parlament a'zolari o'rtasidagi aloqalarni rag'batlantirish va tajriba almashish, inson huquqlarini targ'ib qilish va himoya qilish, parlament demokratiyasini rivojlantirish, parlamentlar faoliyati haqidagi bilimlarni oshirish va ularni salohiyatini mustahkamlash. Men boya yuqorida aytib o'tganimdek, assambleya, mana o'sha bizda bo'lib o'tadigan yubiley assambleya parlamentlar ittifoqini eng oliy organi hisoblanadi va o'zingiz ham aytib o'tdingiz, bu o'sha a'zo mamlakatlarni birini poytaxtida bir yilda 2 marotaba, demak bahorda va kuzda chaqiriladi va bu assambleya doirasida juda ko'p siyosiy masalalar olib chiqiladi va eng asosiysi rezolyutsiyalar qabul qilinadi va bu rezolyutsiyalar orqali bugungi kunda dunyodagi xalqaro muammolarni hal qilish yuzasidan a'zo mamlakatlarga tavsiyalar ham beriladi. Bundan tashqari yana boshqaruv kengashi ham bor. Parlamentlar ittifoqini boshqaruv kengashi bu ittifoq faoliyatini belgilaydi va unga rahbarlik qiladi. Boshqaruv kengashi parlamentlararo ittifoqni ish dasturini va byudjetini tasdiqlaydi, a'zolikka qabul qilish yoki uni to'xtatib turish to'g'risida ham qaror qabul qiladi va boshqa moliy yoki o'sha boshqa mavzu bo'yicha masalalarni ham ko'rib chiqadi va bizda bo'lib o'tadigan o'sha aprel oyining boshida ham bir necha davlat parlamentlari a'zo bo'lish haqida o'zlarining arizalarini topshirishgan va bugungi kundagi tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra Beliz davlati aynan bizdagi assambleyada a'zolikka qabul qilinadi va yana bir muhim organ bu ijroiya qo'mitasi. Ijroiya qo'mitasi o'sha asosiy ishchi organ bo'lib, u
Parlamentlar ittifoqi kotibiyati faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiriladi. A'zolik masalalari bo'yicha boshqaruvga o'z fikr va tavsiyalarini taqdim etadi. Demak, o'sha mamlakat bo'yicha ma'lumotlarni, ariza bergan mamlakat bo'yicha ma'lumotlarni oladi, tahlil qiladi va o'zini tavsiyalarini beradi. Va shu bilan birgalikda boshqaruv kengash sessiyalarini o'tkazadigan joyi, sanasi, muddati, kuni tartibini ham aynan ijroiya qo'mita belgilaydi va parlamentlar aro ittifoqning ish dasturi va byudjeti bo'yicha ham takliflarni tayyorlaydi. Biz hozir mana bosh kotibga to'xtalib o'tdik. Undan tashqari parlamentlar ittifoqini prezident ham bor. Bu boshqaruv kengash sessiyasida 3 yil muddatga saylanadi va hozirda amaldagi prezident bu Tula Ekson xonim 2023-yil 27-oktyabrdan beri bu lavozimni egallab kelyapti. Tushunarli. Ibrohimjon, yoshlar parlamenti uchun ham bu o'sha 5-9 aprelda bo'lib o'tadigan tadbir, yubiley, assambleya bu katta voqelik hisoblanadi. Qanday qarshi olmoqchi, nimalarni kutyapti endi bu tadbirdan? Yuqorida ustozimiz aytgandek, bu dunyoning eng qadimiy xalqaro tashkiloti va uni hozirgi geosiyosiy va umuman xalqaro miqyosda obro'si tobora oshib bormoqda. Chunki bilasizmi, zamonaviy o'yin qoidalariga ko'ra, siyosiy o'yin qoidalariga ko'ra dunyoda chegaralar yo'qolib bormoqda. Informatsion, migratsion va turli jabhalarda va shunday holatda biz ko'nikib qolgan klassik diplomatiya, ya'niki davlat rahbarlari va vazirlar o'rtasidagi diplomatiya hozirgi davr talabiga to'liq javob bera olmayotgani, ya'niki xalq o'zini xohishini va irodasini ko'proq vakillar orqali ifoda qilmoqchiligi sezilib qolmoqda va shu o'rinda dunyoda parlamentlar, ya'niki xalq vakillari bo'lgan deputat va senatorlarni ham o'zaro aloqa o'rnatishi va xalq irodasini bir-biriga yetkazishi kun tartibida turibdi. Xususan siz savolingizga kelsak, bu biz uchun juda quvonarli, chunki biz juda ko'p aytamiz, O'zbekistonning aholisini yarmidan ko'pini yoshlar tashkil qiladi deb. Lekin shu prezidentimizning tashabbusi bilan yoshlar parlamenti tashkil etilgungacha bir narsa ko'pchilikni o'ylantirmagan. Xo'p, aholimizning katta qismi yoshlar ekan, lekin ularni xohishlari, tashabbuslari kim tomonidan oldinga surilmoqda? Ularning ovozi eshitilyaptimi degan qiyin savol bor va shu qiyin vaziyatni va shu holatni anglagan holda prezidentimiz bizga imkon berdilar va biz ikkinchi chaqiriq yoshlar parlamenti a'zolari juda ajoyib imkoniyatga egamiz. Shu 5-9 aprel kunlari yurtimizga 180 ga yaqin xalqaro parlamentlar ittifoqi tashkilotining a'zo davlatlarning vakillari keladi va bu bizga bir hafta ichida 100 dan ko'p dunyo parlamentlari yoshlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyati. Va biz o'z oldimizga birinchi o'rinda ustoz senatorlarimizga shu tadbirni, nufuzli tadbirni chiroyli va mas'uliyatli o'tkazishga yordam berish maqsadida yoshlar ham keladi. Albatta. Va yoshlar kelmagan holatda ham ularning ustozlari, katta senatorlar bilan aloqa o'rnatish kanallarini yo'lga qo'yishimiz mumkin. Va ikkinchi o'rinda o'sha ustozlarimizga yordam berishdan tashqari shu muloqotni yo'lga qo'yish maqsadimiz bor, o'zimizning ish rejamiz va kun tartibimiz belgilangan bu masalada. Albatta, yoshlar parlamenti uchun bu katta bir tajriba maydoni vazifasini ham o'taydi. Malik opa, 2021-yilda Toshkent shahrida Jahon mamlakatlari parlamentlari ayol rahbarlarining 14-sammiti muvaffaqiyatli o'tganda, aynan mazkur anjuman o'tkazilishiga mamlakatimiz tanlanishining boisi nimalardan iborat? Bu savolingizga javob berishdan oldin men qisqa nima sababdan aynan 150-yubiley assambleya Toshkentda, O'zbekistonda bo'layotganiga to'xtab o'tishni xohlardim. Chunki yubiley assambleyani o'tkazish istagida bo'lgan davlatlar juda ko'p edi va bu nomzod davlat poytaxt tanlanayotganda eng birinchi e'tibor o'sha so'nggi yillarda bu mamlakatda parlamentarizm qanday rivojlanyapti, barqaror rivojlanish sohasida qanday yutuqlarga erishilyapti va eng asosiysi inson huquqlari manfaati bo'yicha nima ishlar qilinyapti, bu hammasi tahlil qilinadi va tahlil natijasida mana ko'ryapmiz, bejizga O'zbekiston tanlanmagan. So'nggi yillarda biz davlat rahbari boshchiligida ochiq, pragmatik siyosat olib boryapmiz. Hozir mana Ibrohimjon juda to'g'ri aytdilar, biz klassik diplomatiyadan chekinyapmiz va davlat rahbari bugun qaysi mamlakatga tashrif buyursalar u yerda albatta xalq vakillari, xalq diplomatiyasi, parlament diplomatiyasi
qilishdan tashqari iqtisodiy diplomatiya, nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi diplomatiya, oliy ta'lim o'sha rektorlar o'rtasidagi aloqalar kuchayganiga, ayniqsa madaniy gumanitar yo'nalishlar bo'yicha aloqalar kuchayganiga ko'ryapmiz va bugun ko'ryapmiz geosiyosiy maydonda transformatsiya jarayonlari ketyapti. O'sha iqtisodiy, geosiyosiy masalalar ta'sir qilyapti va mamlakat oldidagi muammosini bitta o'zi yecha olmayapti. Buning uchun juda katta o'sha qo'shni mamlakatlar bilan, dunyo hamjamiyati bilan aloqalar kerak bo'lyapti va o'ylayman o'sha 150-assambleya juda yaxshi muloqot maydonini yaratib beradi. Va men ikkita narsaga to'xtashni xohlardim. Prezidentimiz oxirgi ikkita tashriflari, aynan Malayziyaga tashriflarida protokolni buzgan holda bizni prezidentimizni parlament rahbari kutib oldi, butun tashrif doirasida kuzatib yurdi. Demak, bu qarang qanday e'tibor. Protokoldan chetga chiqilyapti. Bunday holat avvallari uchramagan. Demak, o'sha yurtimizda olib borayotgan tashqi siyosatni juda yuqori baholashyapti. Endi kuni kechagina o'sha Fransiyaga bo'lgan tashriflari. Aynan Fransiya prezidenti o'zining nutqida o'zbek tilida so'zini boshlashi, bizni O'zbekistonni alohida e'tirof etishi, O'zbekiston Fransiya do'stlik jihatlariga to'xtashi, men o'ylayman bu haqiqatda ham davlat rahbari olib borayotgan tashqi siyosatning eng yuqori cho'qqilaridan biri va siz hozir mana aytib o'tdingiz, aynan ayollar yo'nalishi bo'yicha va men o'ylayman bugun dunyo hamjamiyatida ko'ryapmiz, juda tahlikali, ziddiyatli zamonda yashayapmiz va gender sezuvchan parlamentlarga oldingiga qaraganda ehtiyoj juda kuchli. Chunki ayollarimiz hozirgi o'sha bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ayniqsa ekologik krizislarga yumshoq kuch sifatida yondashishadi va o'ylayman ular boshqaruvda ularning sonining oshishi, qarorlar qabul qilishda ularning sonining oshishi aynan ijtimoiy adolat bo'yicha yondashishni talab etadi va biz parlamentlararo ittifoq bilan 2017-yilgacha biz O'zbekiston 1992-yilda a'zo bo'lgan parlamentlararo ittifoqqa, lekin orada ma'lum muddat bu to'xtab qolgan va 2017-yildan boshlab biz qayta ular bilan hamkorlikni boshladik va bu juda shiddat bilan ketdi. Bir qancha yirik tadbirlar O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Mana hozir siz o'zingiz aytganingiz 2022-yil sentyabr oyida parlamentlararo ittifoqqa a'zo davlatlarning rahbar ayollarining 14-sammiti O'zbekistonda bo'lib o'tdi va biz juda katta muloqot qildik. Rahbar ayollarni 20 dan ortiq rahbar ayollarni o'zlari tashrif buyurishdi, ularning o'rinbosarlari va biz bir qancha sessiyalarda o'zimizni tajribamizni ham almashdik ular bilan. Va men bittagina yo'nalishga to'xtashni alohida xohlardim. Biz mana ko'ryapmiz, inklyuziv, adolatli jamiyat barpo etishda millat taraqqiyotida albatta ayollarimizni o'rni alohida e'tirof etishimiz kerak. 2014-yilgi saylovlar natijasida parlamentlararo ittifoqning aynan shu tashkilotning o'zining indikatori bor. Siyosatdagi ayollar indikatorini, parlamentdagi ayollar sub indikatorida biz 128-o'rinda edik. Qarang, 2014-yilda 19-yil saylov natijalari bo'yicha biz 37-o'ringa chiqdik. Va endi bu yilgi mana 2024-yilgi saylov yakunlari bo'yicha O'zbekiston 34-o'ringa chiqdi va bugungi kunda bizda parlamentning yuqori palatasida 27% ayollarimiz faoliyat olib boryapti. Qonunchilik palatasida 38% ayollarimiz faoliyat olib borishyapti. Mahalliy kengashda ham bugungi kunda 32,5% ayollarimiz faoliyat olib borishyapti. Demak, bu o'sha qarorlar qabul qilishda ayollarimizning ovozi eshitilyapti va ular o'zlari ham taklif etishyapti. Ba'zi bir qonun loyihalarini ayollarimiz o'zlari ham ishlab olib chiqishyapti va yana bir to'xtab o'tishni xohlaydigan yo'nalishim bu inklyuziv yondashuv. Aynan 24-yil saylovda Qonunchilik palatasiga 11 nafar nogironligi bor shaxslarning nomzodi qo'yildi. O'zbekiston tarixida birinchi marotaba bugun bir nechtasi Qonunchilik palatasi deputati sifatida faoliyat olib borishyapti va 621 nafar mahalliy kengashga bunday fuqarolarimiz nomzodini qo'yishdi va bugungi kunda mahalliy kengashlarimizda ham juda ko'plab nogironligi bor fuqarolarimiz faoliyat olib borishyapti va yana bir ayollar bo'yicha to'xtalgan ekanmiz, xohlardim aytib o'tishni. 2024-yil may oyida bu ham prezidentimizni Birlashgan Millatlar Tashkilotining 78-bosh assambleyasida so'zga chiqqanlarida
bir qancha taklif tashabbuslarni aytgan edilar va 24-yil may oyida Osiyo ayollar platformasi, Osiyo ayollar forumi bo'lib o'tdi bizni yurtimizda, Ko'hna Samarqand shahrida va bu yerda Osiyo ayollari aytishyapti, birinchi marotaba shuncha yillik tarixda Osiyo ayollari bitta platformada biz uchrashdik. Shu paytgacha Osiyo ayollari yig'ilmagan edik yagona stol atrofida va biz nafaqat Markaziy Osiyo davlatlariga sizlarni prezidentinglar, balki butun o'sha 50 dan ortiq Osiyo davlat ayollariga ham shunday imkoniyat yaratib berdilar deyishdi. U yerda ham bitta plenar sessiyamiz aynan parlamentdagi ayollarga bag'ishlangan edi va davlat rahbarining tashabbusi bilan bilasiz, o'sha lavozimga kirishganlardan boshlab to'siqlar ochildi, Markaziy Osiyo davlatlar bilan chegaralar ochildi va juda yaxshi qo'shnichilik, strategik aloqalar yo'lga qo'yildi va prezident tashabbuslari bilan maslahatlashuv kengashlari joriy etildi. Buni doirasida davlat rahbari shunday tashabbus ko'rsatdilar, Markaziy Osiyo 5 ta davlatni parlamentlar rahbar ayollarini muloqotini, biz buni qisqa dialog deb ataymiz, dialogni tashkil etish va bu Birlashgan Millatlar Tashkilotini ayollar tuzilmasi tomonidan ham juda yaxshi qo'llab-quvvatlandi va birinchi yilga O'zbekiston raislik qildi va bugungi kunda bu muloqot davom etyapti. Bu ham bo'lsa aynan o'sha genderga yo'naltirilgan byudjet, gender audit, parlamentda o'sha ayollarimizni soni oshishida bizni tajribamiz bugungi kunda nafaqat Markaziy Osiyo davlatlariga, balki butun dunyo hamjamiyatiga o'rnak bo'ladigan darajaga keldik. Tushunarli. Ibrohimjon, aynan mana shu 150-assambleyada yoshlar parlamenti qanday tashabbuslarni ilgari surmoqchi, tayyorgarliklar qanday bo'lyapti? Shular haqida to'xtalib o'ting. Ruxsat bersangiz yana bir ustozimizni to'ldirsam bir masalada. Nimaga o'zi 150-assambleya O'zbekistonda o'tkazilyapti va bu nima uchun biz uchun bu juda muhim? Bilasizmi, demokratiyani asosiy prinsiplaridan biri bu xalqni siyosiy jarayonlarda ishtiroki. Va prezidentimiz hokimiyatga kelganlaridan keyin eng birinchi qilgan ishlardan biri bu o'zlarining vakolatlari va funksiyalarini bir qismini parlamentga berganlari bo'ldi. Ya'niki shu fokusdan qarasak, parlament hozir xalq va ijro hokimiyatining o'rtasidagi ko'prik funksiyasini bajaryapti. Va so'nggi 8 yilda O'zbekiston shu islohotlar yo'liga kirganda biz demokratik davlatga aylanamiz degan bir tashabbus bilan dunyoga chaqiriq bilan chiqqanda va shunga javoban menimcha parlamentlararo ittifoqi bu bizga nisbatan e'tirofi bo'ldi. Chunki bilasizmi, 180 ta davlatga demokratik o'zgarish yo'q yoki demokratik davlat sifatida ko'rilmaydigan davlatga bunaqa nufuzli tadbir o'tkazishga imkon berish g'alati tuyuladi eng kamida. Ya'niki turli davlatlarda savol tug'iladi, nimaga O'zbekistonda bo'ladi degan. Ya'niki 180 ga yaqin davlat bir ovozdan qo'llab-quvvatladimi O'zbekistonda ushbu nufuzli tadbir bo'lishini? Demak, butun dunyo hamjamiyati ko'ryapti va tan olyapti. O'zbekiston o'sha demokratik yo'lga chiqqan va undan ortga qaytmaydi va bu yerda parlamentlar rolini ham yuqori baholayapti. Xususan yoshlar parlamentiga keladigan bo'lsak, yoshlar parlamenti bu yuqorida aytganimdek ikkinchi chaqiriq va bizni oldimizdagi eng asosiy va katta masala eng kamida dunyo parlamentlar, yoshlar parlamentlari bilan aloqa o'rnatish. Chunki biror bir muloqotga kirib, biror bir loyihani yo'lga tushirish uchun, tajriba almashish uchun oldin siz tanishib olishingiz kerak. Shuning uchun biz hozirgi holatda bizni 4 ta davlat yoshlar parlamenti bilan kelishuvlarimiz bor. Bu Qirg'iziston, Belarus, Rossiya Federatsiyasi va Turkmaniston. Bundan tashqari yana bir nechta davlatlar bilan muloqotdamiz, lekin uni rasmiy kelishuvlar va memorandumlar orqali nufuzini va obro'sini ko'tarishimiz uchun biz albatta shu forumdan jiddiy ravishda foydalanmoqchimiz. Hozircha rejalarimiz shunaqa. Tushunarli. Malika opa, O'zbekistonda bo'lib o'tadigan mazkur assambleyaning asosiy mavzusi ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun parlament harakati deb nomlangan. Nima uchun? Bu savolga javob berishdan oldin men hozir Ibrohimjonga qisqa so'zlarini to'ldirmoqchi edim. Aynan davlat rahbarining tashabbuslari bilan
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasini maxsus rezolyutsiyasi qabul qilingan. Bu ham bo'lsa, barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta'minlashda parlamentlar rolini oshirish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiya. Va bu o'sha qabul qilinishi ham 180 dan ortiq davlatlar tomonidan juda ijobiy baho berilgan. Bu rezolyutsiya barcha a'zo mamlakatlarga tarqatilgan va buni birinchi yig'ilishini biz 21-yil Buxoroda qilganmiz. Va o'sha 21-yildagi bu katta forumda bizni Coviddan tiklanish, Covid asoratlariga qarshi kurashish, ayniqsa Covid paytida ijtimoiy himoyaga bo'lgan aholini ijtimoiy himoyasi bo'yicha qilgan ishlarimiz juda katta ijobiy baholangan va bittagina ma'lumotni aytaman, qanchalik hozir qiziqayapti deganingizga, mana kechagi oxirgi ma'lumotlarimizga ko'ra, assambleyada ishtirok etish uchun 123 ta mamlakatdan salkam 2000 ga yaqin parlament a'zolari ro'yxatdan o'tishdi. 52 nafar parlament rahbarlari va 39 nafar o'rinbosar darajasida. Va birinchi marotaba bizda mana devon rahbarlari ham ishtirok etishyapti, chunki parlamentni asosiy ishini bajaradigan bu devon rahbarlari boshchiligidagi xodimlarimiz. Bu o'ylayman, bu ham juda yaxshi muloqot maydoni bo'ladi, chunki qonunchilik ishlab chiqishda ularni ayniqsa o'sha hududlarga bizda hozir mana mahalliy kengashlar juda yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha ham o'ylayman katta tajriba olamiz va O'zbekiston tajribasini ham almashadi. Eng asosiy siz hozir aytgan mavzuni ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun parlament harakati. Bu mavzuni biz berdik, O'zbekiston berdi va u bir ovozdan qabul qilindi. Chunki ko'pincha o'sha parlamentlar aro ittifoqi o'zi ham mavzu tavsiya etar edi va buni qabul qilingani, mana hozir Ibrohimjon ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Biz Konstitutsiyada bosh qomusimizda birinchi marotaba O'zbekistonni ijtimoiy davlat deb belgiladik va bu bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirdi. Ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun degan mavzuni tagida juda katta ishlar yotibdi. Bu yerda o'sha aholini ijtimoiy himoya qilish, kambag'allikni qisqartirish, inson huquqlari bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarimiz bilan biz o'rtoqlashamiz va bittagina shu kambag'allik bo'yicha to'xtaladigan bo'lsam, 2020-yilda biz 23% aholimiz bu qatlamga mansub edi va 23-yilni oxirida biz o'sha qilingan islohotlar natijasida buni 11% gacha ko'tardik. Demak, yarmidan ko'p aholimiz bu chegaradan chiqdi va davlat rahbari o'sha o'zlarini parlamentga murojaatlarida 25-yil yakuni bo'yicha biz buni 6% gacha tushirishni o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va ijtimoiy yo'nalish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Maxsus agentlik tashkil etilgan. Bu yerda o'sha bir qancha ijtimoiy daftarlar va eng asosiysi Covid paytidagi bizni yurtimizda o'sha davlat rahbari boshchiligida tashkil etilgan daftarlar kelib o'rganishyapti boshqa davlatlar. Chunki bu yerda manzilli aynan mablag'i bilan hammasi aniq ravshan belgilangan. Yana bir e'tibor beradigan jihatimiz, bu xalqaro hamjamiyat, ayniqsa Birlashgan Millatlar Tashkiloti parlamentlar ittifoqi ham alohida e'tirof etyapti. 2025-yil byudjetda 52% byudjetimiz, qarang, yarmidan ko'pi ijtimoiy masalalarni yechimiga, 70% dan oshig'i barqaror rivojlanish maqsadlariga bajarishga ajratilgan. Albatta, 150-assambleyani O'zbekistonda bo'lishi, bu yuqorida Ibrohimjon aytib o'tganlaridek, xalqaro maydonda O'zbekiston borgan sari tan olinayotganligidan dalolat va bu juda katta siyosiy voqelik bo'ladi va mana shu bir hafta ichida parlamentlar aro munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilishi, o'rtada bir yangi tashabbuslar o'rtaga tashlanishi, yangi rezolyutsiyalar qabul qilinishi, bu faqat va faqat o'sha a'zo mamlakatlarni xalqini farovonligiga, ertangi taraqqiyotiga xizmat qilishi shak shubhasiz va bu assambleya muvaffaqiyatli o'tishini tilaymiz. Sizlarga esa sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mavzu katta, lekin iloji boricha harakat qildik. Yanada keyingi dasturlarimizni yoritishga harakat qilamiz. Sog', salomat bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi.